bugun men otalar ichida keng tarqalgan dzyudo haqida 3 ta noto'g'ri fikrni gapirib beraman. Birinchi, dzyudo bu urushish va janjal sporti. Yo'q, dzyudo urushishni emas, o'zini nazorat qilishni o'rgatadi va birinchi o'rinda hurmat murabbiysiga, ota-onasiga va yon atrofdagi odamlarga. Bolalar janjal qilish emas, hattoki janjaldan to'g'ri chiqib ketishni o'rganishadilar va o'z kuchlarini to'g'ri sarflashni o'rganadilar. Ikkinchi, dzyudo juda xavfli sport. Uchinchi, dzyudo kuchli yoki jangari bolalar uchun. Bu fikr ham noto'g'ri, chunki dzyudo hamma bolalarga to'g'ri keladi. O'ziga ishonmaydigan, ishonchi past bolalar uchun bosqich o'ziga ishonadigan, jasorat va mard bolalarni tarbiyalashga yordam beradigan sport turi. Eng muhimi, bolalar nafaqat jismonan va ruhan kuchli bo'lishadilar. Ota-onalar sifatida biz bolalar uchun shunday muhitni yaratib berishni xohlamaymizmi? O'z fikringizni izohda qoldiring.